Dadangga kim qaraydi? Siz borsiz-ku? Meni gapim bor bugun. Borishim kerak. Oldingi safar ham bora olmadim. Men nima qilay? O'qishga bormasam bo'lmaydi. Men ketdim. To'xta, orqangga qayt. Baxtiyor, qayt dedim. Shoshyapman. Boshga bitgan balo bo'ldingiz-da. Laylo, yaxshimisan? Yo'q, bugun ham bora olmayman. Erim ahvolini bilasan-ku. Qiziqmisan? Hammani oldida aravani g'ildiratib olib boramanmi? Sizni deb hech qayoqqa bora olmayapman. Undan ko'ra o'lib ketganingiz yaxshi edi. Dadajonisi. Menga ozgina pul kerak. Tilla o'ziga olmoqchiman. Shuncha tillalaringiz kamlik qilyaptimi? Brilliant toshlari ham bor. Siz pul so'raysiz-u, men yo'q deymanmi? Ha, boyvachcha, sizga nima kerak? Menga telefonga pul kerak. Hisobingizdagi pul tugadimi? Yo'q, yangi telefon olishim kerak. iPhone'ga nima bo'ldi? Yo'qotib qo'ydim. Ha, shoshilma. Balki topilib qolar. 2 kun bo'ldi-yu. Yangisini ola qolay. Agar topilib qolsa, bittasini sotib yuboraman. Qancha kerak? 2000 bering. Qolganini o'zim qo'shaman. Xo'p-da. Bor, qani, kostyumimni olib kelchi. Mana sizga. Rahmat dadasi. Mana boyvachcha, yetadimi? To'ppa-to'g'ri ekan. Yetadi. Ertaga Wi-Fi ham o'chadi. Unga ham pul to'lash kerak. Xo'p. Bo'pti. Rahmat.